Dagi 30 yillik ko'ylaklari bugun sandiqdan oldim. Mana. Shunaqa ko'ylak kiyganmiz. Kiyilmagan yangi. 30 yil bo'ladi bu yer. Balki ayam undan oldin tikib qo'ygandirlar. 35 yil bo'lgandir. Mana bunaqa ishton hozir hech kim kiymaydi. Baxmal ishton. Yangi turibdi. Bir vaqtlar kiyganmiz shuni. Uzun xalatlarni. Xrustal xalat. Bu havo o'tkazmaydi, qanaqa kiygan ekanmiz, voy. Sig'maydi. Yangi kelinlikda shunaqa kiyganmiz. Yarimga ham qo'lliklar yo'q. Yoqib yuborsammikin, nima qilsammikin, aytib bir to'nasi bor. Atlas material. Tashlashga jalqi, to'g'rimi? Nima qilishni bilmaydi odam. Zamonga keldik, hozir zo'r narsalar chiqib ketgan. Yaxshi kiyimlar. O'rmon. Onam rahmatli bir uyga borganimda 4 tasini olib, men o'lsam belilarga boylaysizlar deb ko'rsatuvdilar-da mana shuni. Mana. Buni olib qo'yaman, men o'lsam Nargiz belingga boylaysan. Bo'ldi, mana shu eski tuski shu.